Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi videoda siz ko'rayotgan shu amaliyot chap tizza bo'g'imdagi og'riq va yallig'lanish kamaytirish maqsadida tog'ay to'qimasini tiklash hamda harakatni yengillashtirish maqsadida bajarildi. Bu usul artroz, artrit va og'riqli bo'g'im kasalliklarida juda yaxshi foyda beradi. Plazma liftingning asosiy afzalligi shundaki, u mutlaqo tabiiy va xavfsiz. Chunki u bemorning o'z qoni qo'llaniladi. Bunda hech qanday ximikatlar va gormonlar qo'shilmaydi. Bu esa allergiya yoki noxush ta'sir xavfini deyarli yo'qqa chiqaradi. Amaliyot deyarli 5 daqiqa davom etadi. Og'riqsiz o'tadi va bemor shu kunning o'zidayoq o'z ish faoliyatiga qaytadi. Ko'p hollarda ushbu amaliyotni 3-5 martagacha takrorlashimiz mumkin. Agar sizda ham tizza bo'g'imlarida og'riq va harakatda cheklanish bo'lsa, plazma lifting tabiiy yechim bo'lishi mumkin. Ushbu videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lishni unutmang.